Kordaşlar xemi yuqurdigan mashina keldim. Bu xemi yuqurdigan mashina. Buni yosh, o'zi kichik, endi maktab bitgan, abisinglar kelin bo'lib qolgan qizballiga yoki xotinni yomonlab ketgan tulliga har qanday odamga bo'ladi. Odam ilg'imaydi. Erken ayalken demeydi. Mana mushunda mashinada keldim. Mushinada tamoq eti yeganlar bo'lsa, serqardi ba elvasanlar bo'ldi. Ma'vo bir qism bo'lsa, menmi abisinglar tunishtirib satmayman buni. Sizlar elib beqib, 7 kun xamini yuqurib beqib, eningdan keyin yarmisa qaytirib bersanglar bo'ladi. Mana mushunda unni, tuzni, suvni tangshab sep qo'ysanglar, bu molla qitib bizlar seni qo'rib qilg'ishli xamirini tayyoq qilib turgan. Mushunda xami yuqurib bu. Serqardi ba setib olsanglar bo'ladi ko'pchilik. 2 xil chiqdi 7 litr. Bu 2 xil. Birisi 7 litr, birisi 5 litrlik. Can sağlığına karta setip alsanlar, oluraqla 7 litrni, can sağlığına azıraqla 5 litrliğini setip alsanlar, serqarıda ba setip alsanlar bulda. Yarım ay qilib qalsa, 7 kun ishiltib qaytirib bersanlar bulda. Agar isligi yarmagan demini men mi yaratmaymi? Xemirni juyimi demay, xemi pite, ayda qaytirib bersanlar, pulingni bir mo'chan kam qilmay, qo'lingni tekkizishga kafolat qilamiz. Bu xemini yuqurib qolmasdir. Hem xemini boldura olaydi. Avu knopkalar qilib Uyg'urcha. Hozirgi odamlar, yashanganlar har qanday ishlatadi. Serqarida bas etib olsanglar bo'ldi ko'pchilik. Bu intayin qulaylik narsa. Mushu yarmagan narsani istiga setishga hargiz o'tirib chiqmaymiz. Mushuni bir elib beqib, 7 kun tamoq itib beqib, eningdan keyin yarmiz qaytib olsanglar bo'ldi. Serqarida bas etib olsanglar bo'ldi shuningdan.